Hop, alaykum assalom, assalomu alaykum. Hammaga yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Xudo xolisa, hozir 8 da boshlaymiz. Ungacha gaplashib turamiz 5 minut. Alaykum assalom, assalomu alaykum. Uch yarim mingta komment bo'libdi. 600 nechta ham odam bo'libdi. 3,5 mingta komment ichidan bitta odam, 10 ta yozgani bor, bitta yozgani bor, 20 ta yozgani bor. Общий 600 nechta ham odam qatnashadi. Qatnashuvchilar soni. Assalomu alaykum, domla yaxshimisiz? Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Rahmat aka, o'zim yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Nasriddinov ofisdamisiz? Ha, ofisdaman aka. Assalomu alaykum aka, va alaykum assalom, assalomu alaykum. Bro, WhatsApp. Bezgap jigar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum hammaga. O'qish kurs qancha aka? Hech bo'lmasa bugun kurs haqida gaplashmaydi akalar. Xo'p, aka, sipayda katta kanalga signali bormi? Xudo xolisa beramiz aka. Domla qancha yozsa ham farqi yo'qmi desa, biz ham bangladardik komment. Ha, shu bo'yicha, shu bugungi bo'ladigan anaqamiz bo'yicha nechta komment yozsa ham qizig'i yo'q. Randomga beramiz, random aniqlab beradi. Men degan komment chiqsa olinadi xolos, qolgani olinmaydi. O'qish narxi qancha? FM o'qishlari doimgidek. Alhamdulillah aka, bu safar ham meni yaxshi bo'ldi. When we gonna eat plow? When we gonna eat plow? Qachon osh yeymiz deyapti menimcha. Uy, mana anaqa qo'yilib qoldi, qanday o'chiradimi uni? Aka, mana o'chirib bering aka. Ha, bo'ldi, o'chdi. Qanaqa bosilib ketib qoldi. Qo'yilib qoldi. Yo'q, kipriy qo'yilsa ham mallab qo'yilib qoldi. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Ha, yo'q, bo'ldi, o'chirdim. Ezilib ketib qoldi. 5000 ta komment o'tdimi? 5400 ta komment bo'pti. Odamni hozir chiqarib beradi. Xonajon charchagan qo'shlarga tushib qolsa nima qilamiz? Xo'p. O'quvchilar bo'lsa qiziq olmaydi. O'quvchilar ham hozircha qiziq bo'lmasa kerak menimcha. Borligi uchun ham 10 ta qilib qo'ydingda. Ha, o'chirdim aka, menimcha effekt o'chdi shekilli. Xo'p, qaranglar, bitta ko'rsataman qanaqa formatda bo'lishini. Orqada shu video turibdi. Shu videoni shu random degan oddiy programma bor, bilsanglar. Bu hech qanaqa bizalik o'zimiz o'rnatib olmaganmiz, hech narsa qilmaganmiz. Mana internetdan primoy qo'yilayotgan narsa. Bu yoqqa shu videoni linkini qo'yganmiz. Linkini qo'yibdi, bitta startni bosamiz. Prosta bu proverkaga xolos. Hali kimgadir chiqsa men chiqdim deb o'ylamanglar. Mana hozir общий 5410 ta kommentni обработка qilyapti. Mana 5410 ta komment bo'lgan. Общий hozir 100% bo'ladi. Undan keyin chiqaradi hozir. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Va alaykum assalom. Rahmat aka, charchamayapsizlarmi o'zinglar ham? Hamma qatnashganlarmikan? Plus qoldi. Qiz bola bo'lganingizda ham o'ta go'zal bo'lasiz. O'quvchilar aytadi, kim aytadi? Premium tour o'sh. Xudo xolasa o'shda ham aka yoramiz, xudo xolasa. Keyingi oy. Alaykum assalom. Jimsga keldingizmi? Xo'p, prosta hozir proverka qilib ko'ryapmiz. Sizlar ko'rsatib beryapman xolos qanaqa formatda bo'lishini. Bitta ko'rib olamiz hozir. Forms ideya berasizmi bugun? Ha, xudo xolasa bozorni holatiga qarab, yaxshi vaziyat bo'lsa beramiz. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Rahmat, Allohga shukr. O'zinglar ham yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Xo'p, qaranglar, shunaqa formatda bo'ladi. Ana hozir 5410 ta komment ichidan обработка qilib hammasini yig'yapti. Hozir 100% bo'ldi.
nima bosaman aka endi? Masalan, mana siz meni shogird qilib chiqing deb Muhriddinga chiqyapti. Agar shunaqa holat bo'lib qolsa, buni boshqa anaqa qilib yuboramiz. Bu bolani olmaymiz. Sababi siz meni shogird qilib chiqing degan narsa chiqyapti xolosda. Keyin Men degan, keyin podpiska bosmagan, shart to'liq bajarmagan. Podpiska bosish kerak. Xo'p, qaranglar. Buni Excel shu yerdan ko'radimi aka? Uni Excel formati ham bor. Mana hammaniki shu yerga tushgan. Общий mana qatnashuvchilar soni, hozir aytaman nechta bo'lganini. Общий qatnashayotganlar 616 ta bo'lgan. 5,5 mingta komment, lekin 616 ta odam. Shu 616 ni ajratyapti bu mana. Mana hammasini ko'rsatib beradi. Deylik, masalan, 2-3 ta komment yozganlar ham chiqadi. Mana bundagi masalan Abad Ernazarov, mana Abad aka 6 ta komment yozgan. Bu bular bittadan yozishgan, bittadan yozgan. Mana nima aytdi? Yana kimdir 22 ta yozgan, mana nima aytdi? Ubaydullo Omonov 19 22 ta komment yozgan. Faqat bittasini, shu men deganni hisoblaymiz, xolos, chiqarsini hisoblamaymiz. Mana hammaniki shu yerda bor, o'zi olib beryapti bu programma. Biz qo'ymaganmiz, biz yozmaganmiz buni. 600 tani yozib chiqmaganmiz. 600 tani o'zi mana anaqalari bilan beryapti, mana anaqasi Instagramlari bilan, username'lari bilan to'liq qilib beryapti. Hammasini. Bizga hech qanaqa tanish bilishchilik, o'zimiz qandashini o'tkazib yuborib, boshqani qorish kerak emas. Bo'lsa bu proyekt qilmasdik. Bizga chestni shu kimga chiqsa shu odam bo'lish kerak. Xo'p, ana qaranglar. Bu ham yana bitta proverkaga bosyapman. Efirda o'ziga oling. Xo'p, akalar, efirda hozir 50 ta odam o'tiribdi. 50 ta odam hammasi to'liq qatnashganmi yo'qmi aniqlab olaylik. Shunchaki hech qanaqa oshiqcha so'zlarsiz, faqat plus qoldiringlar, qatnashgan bo'lsanglar. Plus bosib yuboringlar. Shunday plus jo'natib yuboringlar. Qatnashgan bo'lsanglar. Bizda mana spiska bor, hammasi sayt orqali qilinyapti. Hech qanaqa mashinistva yo'q. Shuning uchun biz 10 ta odam aniqlaymiz dedik. 10 ta odam bilan ofisimizni ko'rishamiz. Xo'p, plus demak qatnashganlar. Yana bir nechta 1-2 minut vaqtinglar bor. Agar noto'g'ri qilib qo'yib, imo ishoralar, smayliklar jo'natib qo'ygan bo'lsanglar, kirib men degan yozuvni yozib qo'yinglar. Oddiy, sodda qilib tushuntiryapmiz. Bu videoni kommentariyasida faqat men degan yozuvni inobatga olamiz. Har xil smayliklar, emojilar, omad, men yutib olay degan so'zlarni inobatga olmaymiz. Faqatgina men degan so'z yutuqli deb hisoblanadi. Shunda haqqoniy bo'ladi. Biz videoda shunaqa bajarganmiz. Eng asosiy shartlari Muhammadjon Qodirov profiliga podpiska bo'lish kerak, chunki bu yerda podpiska bo'lmaganini ko'rsatadi. Hammasi ochiq, ravshan ko'rinib turibdi. Shuning uchun hech qanday ortiqcha so'zlarsiz, faqat men deb yozinglar hamda Muhammadjon Qodirov profiliga podpiska bosinglar. Xo'p, mana plus. Mana hozir yana kimdirlarda Rustamov podpiska bosyapti mana. Xo'p, shuning uchun bir shartlarni tekshirib olinglar. Biz ikkita istoriya qo'ydik, aniq va ravshan qilib tushunarli qildik. 10 ta odamni hozir jonli efirda aniqlaymiz. Hammasini ofisga chaqirib ko'rishamiz. Masjidda bunaqada efirda o'tirganlar aytsan chiqsa yaxshi bo'ladi. Albatta, shuning uchun plus qoldiringlar deyapmiz. Yutib olganlar bo'lsa, yana ham ochiq bo'ladi. Boshlaylik bo'lsa bitta. Hop, 10 ta yu boshlayverdik. Bitta boshlab turaveramiz. Xo'p, qaranglar, aytganimizdek, mana bu yerda chiqdi. Xo'p, yana bitta tekshirishga naq qilaylik-da. Shu video ko'rsatib mana. Biz oldimizda hech qanday ortiqcha narsalar yo'q, hammasi jonli bo'lyapti. Hozir ustoz bosadi bu proverkaga. Bitta bosyapman. Mana qaranglar. O'zi obnovlение qilib, tekshirdi. Avazbek deganga profil men deb yozganman, podpiska bosgan mana. Shu odam qabul qilingan bo'lardi. Lekin hozir bu prosta proverkaga bo'ldi. Xuddi shunaqa tartibda bo'ladi. 10 kishini tanlab olamiz, xuddi shunaqa. Xo'p do'stlar, agar tayyor bo'lsanglar, go deb yozib tashlaylar. Biz boshlab yuboramiz, chunki 10 ta odam hammasini belgilab olish kerak. Qani boshlaymizmi yoki 20 yu 10 bo'lishini kutamizmi? Nima deysizlar? Qanaqa fikrdasizlar? Boshlaveramiz aka. Boshlaymizmi? O'z yozib olasizmi siz? Niki nima? Rasmga olganimiz yaxshi aka.
aqlni kichik ketib qoladi. Xo'p, boshlaymiz bo'lmasa. Birinchi ishtirokchi, birinchi g'olibimiz emas, shu suhbat qiladigan odamimizni aniqlab olamiz. Chunki suhbatdan keyin endi 10 talikni birinchi g'olibi desak ham bo'laveradi. Demak, tayyorlaninglar. 1, 2 boshladik. Xo'p. Men bo'lsam kerak, lekin men bor. Men bor. Albatta, bo'lmaydi. Trader 11. Meni bor ekanda. Ketdi. Azimga yaqindan o'rib. Keyin topolmasdan qatolmaydik. Shu odamga hozir yozamiz уже. Tez shunaqa o'xshay keladi. Birinchi g'olibni aniqladik. Trade 11. Meni yozoladi. Jonli efirda bormisiz? Trade 11. Xo'p, keyingisi. Yozoraylik keyingisini. Ketdik. Mr. Hojakbar Trader. Men deb yozgan, podpiska bo'lgan. Ko'rib turibsizlar mana. Men deb yozgan, podpiska bo'lgan. Mana yozib oldik. Mr. Hojakbar Trader. Xo'p, Keyingisi. Behruzbek. Men degan podpiska bo'lgan mana. Yulduzlar chiqyapti. Podpiska bo'lgani uchun. Behruzbek ikkita ray ekan. Yo'q, rasmga olyapti. Hop, 4-chi ketdi. Yozmaganmi shuni? Yo'q. Va qanaqadir nima smaylik yoki gift tashagan qabul qilmaymiz lekin buni. Ko'rib Hech turibsizlar. qanaqa men degan yozuv yo'q. Keyingisi. Abdurahimovmi shunaqa ekan. Abdurahimov podpiska bosgan deb yozgan. Yozgan. Asli rasmga ol. Ustozni o'zi yozib olyapti, mana ko'rib turibsizlar. Keyingisi 5-chimi? 5-chisi. Ketdik. Xayrullo 1330. Yosh kattaroq ekan. Podpiska bo'lgan, men deb bosgan. Xayrullo 1330. Mana ko'rishinglar mumkin. Xayrullo 1330. Ketdi, keyingisi 6-ishtirokchi. Mana qaranglar, Muhibullo. Bu olovchi jo'natgan, bu hisobga olinmaydi. Hisobga olinmaydi. Podpiska bosgan, lekin olovchi yuborgan. Men degan yozuv chiqmadi. Keyingisi. Bobur Shoh chiziqcha 14 men degan podpiskasi bor. Bobur Shoh chiziqcha 14. 7-chi g'olib. Yo'ldashev 117. Olovchi tashagan bu hisobga o'tdi. Olovchi uchun rahmat, lekin inobatga olinmaydi. Keyingisi. Rahmonova Dinnura. 10 talikda ayol kishi bor. Hop, mana yozib olyapmiz. 8-chi. 8-chisi ketdik. Abdulloh 760. Men degan yozuv bor, podpiska bor. Podpiska men hammasi bor. Abdulloh 76034. Keyingisi ketdik. 9-chi. Rustambek Abi. Rustambek chiziqcha. Akmal farmishlikni odatami? Asadbek tanish bilish qilishyapti. Rustambek chiziqcha Abi. Men degan yozuv bor, podpiska bor. 10-chi. 10-chisi oxirgisi. Tadqiqinglar, 10-chi. Sizni borishingiz mumkin mana shu. Bosing ustoz. Abdulhay chiziqcha Xolmatov. Do'stlar, 10 ta odamni aniqlab oldik. Mana hammasini yozib oldik. Просто bu yerda qo'shimcha yozib chiqqanman. Keyin hammasini videoga ham, rasmga ham olganmiz. Iminda shularni chaqiramiz.
Lekin chaqirganimizda ham Instagram niklarini ko'rsatamiz. Shu kelgan odamlarnikini. Hali o'zimiz boshqa odam chaqirib olmaymiz. Bu ana Rustambek abi kirdi, men chiqibman-u deb. Tabriklaymiz. Shu yerdagi 10 kishini chaqiramiz. Xo'p, avvalo g'oliblarni aniqlaymiz, tabriklaymiz. 10 ta odamni aniqlab oldik. Endi ularga aloqaga chiqamiz, ularni ofisga chaqiramiz va ular bilan suhbat olib boramiz. Ularning ichidan nechtasini tanlab olamiz? 10 kishidan 1 kishini. 10 kishidan 1 kishini aniqlab olamiz. Tayyor bo'lib kelinglar. Nimaga aynan siz tradingni o'rganmoqchisiz? Sizlar bilan bitta chiroyli intervyu qilamiz. Shu intervyuga tayyor bo'lib, aynan siz trading sizni hayotingizni qaysi darajada o'zgartirib yuborishiga ishonyapsiz? Biz savollarimizga javob topib keling hamda qiziqarli kontentlar bo'ladi. Xo'p, bu proyektda sizlarga qanaqa foydasi bo'ladi? Xo'p, birinchidan siz 0 bo'lasizmi yoki sohadan xabaringiz bo'ladimi? Sizga 0 dan boshlab o'zimni individual kursim full o'rgatilinadi. Boshlang'ich darslarni bolalar o'tib berishadi, mentorlarimiz o'tib beradi, lekin qolgan o'sha strategiyalarni, sistemalarni polniy o'zim o'rgataman. O'zim bilan birgalikda 60 kun, kerak bo'lsa har kuni dars qilamiz. 30 kun, 35 kun davomida polniy 0 dan boshlab tradingni o'rganamiz. Keyin uni u yog'iga uje jonli savdo qilamiz. Birga savdo ham qilamiz, natijalarini ham qo'yib boramiz. Xo'p, yana bitta lekin degan joylari bor. 10 ta odam bor. 10 ta odamda kimdadir qanaqa muammo bo'lishi mumkin. Agar shunday muammolar bo'lsa, xuddi shunday sayt orqali qo'shimcha odam taklif qilishimiz mumkin. Hozir tanlab qo'yaylik bo'lmasa. Yoki ashe nechta kelsa, shuni ichidan aniqlashimiz mumkin demoqchi. Hozir mana masalan bunday qilaylik, yo qarang. Masalan, yana hozir 5 ta plus tanlaylik, 15 ta qilib qo'yaylik. Birinchi 10 tani chaqiramiz. Kelmaganga 11-chiga o'tamiz, kelmaganga 12-chiga o'tamiz. Xuddi shunaqa qilib 15 tadan chaqiramiz. Bo'ladi. Faqat u 5 ta aniq bo'lmay chaqirishimiz, buning ichidan kelmaganlarni o'rniga chaqiramiz. Tushunarliga, menimcha hamma tushundi. Mabodo shu 10 ta odam bizga aloqaga chiqmasa yoki boshqa viloyatdan bo'lsa, kela olmay qolsa, yana qo'shimcha 5 ta odam tanlab olyapmiz. Shu 5 tani 10 ta odamning ichida muammo bo'ladigan bo'lsa, bunga o'tamiz. Xo'p. 11-odam. Ketdik, boshlab yubordik sirasi. Hoji 70-77. Hoji 70-77. Men degan hozir proverka bo'lyapti podpiskasi. To'xtab turasiz. Bosgandir, meni profilni apetgan qilib qo'yibdi. Voy! Net podpiska mana. Qarang, shuncha deyapman mana. Net podpiska bo'lganda. Hop. Yozib qo'ydi, inobatga olinmaydi. O'chirib yubordim. Keyin rasmga. Keyingisi aka. Muhammadiy Burzon men degan podpiska bo'lgan mana. Ko'ribsizlar? Muhammadiy Burzon. Keyingisi 12-si. Muhammad Ali 68 186. Podpiska bo'lgan mana. Muhammad kelib chiqyapti-yu. Endi siz ham Muhammadjonsiz. 68 186. 13-odam. Onlayor 2. Men bor, podpiska bor. Ketdi keyingisi. 14-ishtirokchi. Dunyo odamlar. Men yozuvi bor, podpiskani tekshiryapti. Uzoq tekshirdim podpiskani. Narigini ham uzoq tekshirganga chiqmadi. Net podpiska. Net podpiska. Keyingisi. Podpiska bosmagan ekan. Shuning uchun shartlar to'liq bajarganlar tekshiringlar deb qayta aytdik. Uz trader. Men degan bor, podpiska bor. Mana o'zi podpiska bosgan bo'lib shartlarni bajargan bo'lsa, ko'rsangiz yulduzchalar chiqyapti. Uz cho'zichi trader. Bo'ldi. 15-odam. 15-si. Oxirgisi
Oripov 0708 men degan podpiska Podpiska bosgan. Xo'p, hammasini aniqlab oldik. Oripov 0708. Oripov 0708. Hammasi bo'ldi. Mana 15 tani yozib oldik. Bu yoqda 10 ta, bu yoqda 5 ta. Birinchi bu 10 tani chaqiriladi. Keyin orasidan kela olmay qolgan, uzoqda bo'lgan yoki nimadir bo'lganlarni o'rniga bu yoqdan chaqirishni boshlaymiz 15 talikdan. Menimcha hammasi to'g'ri bo'ldi deb o'ylayman. Hech qanaqa anaqa qilmadik. Hamma shartlar bo'yicha, shu yozilgan to'liq bo'yicha tekshirdik. Yana bitta eslatma, mabodo efirga kira olmaganlar uchun bu jonli efirni Reelsga 24 soatga qo'yamiz. Qolganlarga aloqaga chiqib, ular bilan xabarlashib, chaqirib, aniqlab olganimizdan keyin o'chirib yuboramiz. Ungacha 24 soat jonli efirda Reelsda ko'rishinglar mumkin. Ikkiga bo'ladi ham shu anaqani tagiga yozib qo'yamiz kommentiga. Ha, kommentga Chiqqanlarni kommentlarga yozib qo'yamiz. Tugatsa bo'ladi, u efirni ko'rish ham qiyin bo'lib ketadi. Aka endi nasibda ustoz kanalga funksiya signal beriladimi? Xudo xolasa bozorni holatiga qarab beramiz, vaziyat bo'lsa. Umuman hammaga rahmat. Xudo xolasa buni qo'yib qo'yamiz videosini, keyin tagiga, izohiga bularni kommentiga yozib ham qo'yamiz g'oliblarni. G'oliblarga bugun aloqaga chiqib, o'sha chaqirishni boshlaymiz. Hammaga rahmat. Xudo xolasa yana yangi zo'r loyihalar bor, proyektlar bor. Kuzatib turinglar, xudo xolasa.